Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, mahalladoshlar. Mana bugun Sho'rlik shekilchislar Samarqand viloyati Qo'shovut, Kattaqo'rg'on tumani Qo'shovut qishlog'ida navbatdagi quyosh stansiyamizni ishga tushirdik. Shu on-grid sistema, ya'ni o'zimizni joylar tilida aytganda tarmoqqa sotadigan varianti 20 kilovatlik. Qo'shovutimiz Mirsodiq shuni ishga tushirdi. Hozir montajlarini qisqa obzor qilib beramiz. Mana 3 qator qilib qo'yilgan 10 bittadan jinko panellari, 2 yoqlama panellar kelyapti hozir. Eng oxirgi chiqqan variantlari shu panellardan qo'yilgan. 2 tomonlama deganimiz, ana panel orqa tomoni ham, old tomoni qo'shimcha kilovat beradi. Mana oqtov yonbag'irlari, qo'ygan yerlar. Mana vatanimizda farovonligi, qishloq xo'jaligi rivojlanishi uchun bu katta hissa deb o'ylayman. Inventorimiz xo'sh, Gravat marka firmasiniki. Mana yaqinroq ko'rsak, hamma sistema to'liq yaxshi, normal holatda ishlab turibdi. Qo'shimcha skvajin bor oldida, ishlaydi. Tok transformator o'sha tarmoqqa kabellar orqali ulangan. Endi bu haqda ko'p video qilganmiz. Ko'pchilik tushunmaydigan insonlar bo'lsa, bu alohida sistema, faqat elektr energiya ishlab chiqadi va tarmoqqa sotadi. Siz ishlatgan energiyani shu sotilgan energiyadan olib tashlab, qolganini sizga kilovati 1000 so'mdan naqd pul qilib hisobingizga ko'chirib beradi. Shu sistema hozir respublikamizda yo'lga qo'yilgan. Soliq tizimi orqali va elektr energiya korxonasi orqali shartnoma qilinadi va sizga panellar beminnat, endi kafolati 25 yil deyapti, balki undan ham ziyodroq ishlab beradi. Ko'rdingizlar, o'zlari shundan xulosa chiqarib, imkoniyati borlar albatta qo'yib, muqobil energiya, yashil energiya deydi, imkoniyatlardan foydalanish kerak. Rahmat, sog' salomat bo'lingizlar.